Shoshilinch, bugun siz eshitadigan xabar oddiy yangilik emas. Bu xabar o'zbek san'ati, milliy madaniyatimiz va kino olami uchun katta yo'qotish sifatida qayd etilmoqda. Afsuski, yana bir taniqli ijodkor, yana bir sevimli aktrisa hayot bilan vidolashdi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Siz Tezkor axborot kanalidasiz. Bugun e'lon qilingan rasmiy xabarga ko'ra, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, taniqli aktrisa Oyisha Juroyeva 79 yoshida vafot etdi. Bu xabar 24-mart kuni yaqinlari tomonidan tasdiqlandi. Eng achinarlisi shundaki, aktrisaning vafoti aynan uning tug'ilgan kunida to'g'ri keldi. Ya'ni u 24-mart kuni o'zining tavallud sanasida bu yorug' olamni tark etdi. Oyisha Juroyeva 1947-yil 24-mart kuni Qirg'izistonning Jalolobod viloyatida tavallud topgan. Yoshligidan san'atga bo'lgan qiziqishi uni teatr sahnasiga yetakladi. U o'z faoliyatini Qo'qon teatrida boshlagan va qisqa vaqt ichida o'z iste'dodi, sahnadagi tabiiyligi hamda obrazlarni chuqur his eta olish qobiliyati bilan ajralib turgan. Yillar davomida Oyisha Juroyeva nafaqat teatr, balki kino san'atida ham faol ishtirok etdi. U turli janrdagi filmlarda rol ijro etib, o'zbek tomoshabinlari qalbidan chuqur joy oldi. Xususan, uning ishtirokidagi Meros, Jumboq, Toliqqan ko'ngillar, Armonli dunyo, Burch, Jasur, Narigi sohildagi bolalik, Suv yo'qolab, Maysaraning ishi hamda Qabrdagi xazina kabi filmlar o'zbek kino san'ati tarixida muhim o'rin egallaydi. U ijro etgan rollar oddiy obrazlar emas edi. Har bir qahramon orqali u insoniy tuyg'ularni, hayotiy sinovlarni va jamiyatdagi murakkab jarayonlarni tomoshabinga yetkaza oldi. Ayniqsa, dramatik rollarda uning mahorati yaqqol namoyon bo'lardi. Uning obrazlari samimiyligi bilan ajralib turar, tomoshabinlarni o'ylashga, his qilishga majbur qilardi. Oyisha Juroyeva nafaqat aktrisa, balki oila bekasi sifatida ham hurmat qozongan. U bir qiz va 2 o'g'ilning onasi bo'lgan. Uning turmush o'rtog'i ham san'at sohasi vakili edi. Bu esa oilada ijodiy muhitning shakllanishiga sabab bo'lgan. Aktrisaning vafoti haqida uning yaqinlari, jumladan nabirasi tomonidan ma'lumot berildi. Ushbu xabar qisqa vaqt ichida keng jamoatchilikka yetib bordi va ijtimoiy tarmoqlarda hamdardlik bildirilayotganini ko'rish mumkin. Endi savol tug'iladi. Bu kabi san'atkorlar ketidan biz qanday xulosa chiqaramiz? Ularning hayoti va ijodi bizga nimani o'rgatadi? Nega bunday ijodkorlar qadri ko'pincha ular hayotdan ko'z yumgach yana bir bor chuqurroq anglanadi? Bu tasodifmi yoki chuqur ramziymi? Aktrisaning vafoti aynan tug'ilgan kuniga to'g'ri kelgani. Hayot va o'lim orasidagi bu nozik chiziq yana bir bor inson umrining qanchalik qisqa va qadrlashga arzigunlik ekanini eslatmayaptimi? Bugungi kunda o'zbek san'ati rivojlanayotgan bir paytda ana shunday tajribali, xalq tomonidan tan olingan san'atkorlarning yo'qolishi katta bo'shliq hosil qilishi mumkin. Chunki ular nafaqat sahna yoki ekran uchun ijod qilgan, balki yangi avlod aktyor va aktrisalar uchun maktab bo'lib xizmat qilgan. Oddiy tomoshabinlar bu vaziyatda nima qilish kerak? Avvalo, ana shunday san'atkorlarning ijodini qadrlash, ularning merosini unutmaslik, yosh avlodga yetkazish muhimdir. Chunki madaniyat va san'at millatning ruhiy boyligidir. Shuningdek, bu holat yana bir muhim savolni o'rtaga qo'yadi. Bugungi kunda faoliyat yuritayotgan san'atkorlarimiz yetarlicha e'tirof etilyaptimi? Ularning mehnati, ijodi va xizmatlari qanchalik qadrlanmoqda? Bu savollar ochiq qolmoqda. Oyisha Juroyeva o'z faoliyati davomida nafaqat rollar ijro etdi, balki tomoshabin qalbida iz qoldirdi. Uning obrazlari, sahnadagi chiqishlari va kinodagi rollari hali uzoq yillar davomida eslanadi. Bugungi yo'qotish nafaqat uning oilasi, balki butun o'zbek san'ati ixlosmandlari uchun og'ir judolikdir. Chunki u o'z davrining yorqin vakillaridan biri edi. Kelgusida nima bo'ladi? Albatta, san'at rivojlanishda davom etadi. Yangi iste'dodlar yetishib chiqadi. Ammo har bir davrning o'z yulduzlari bo'ladi va Oyisha Juroyeva ana shunday yulduzlardan biri sifatida tarixda qoladi. Hurmatli tomoshabinlar, siz bu kabi muhim yangiliklardan xabardor bo'lib borishni istasangiz, kanalimizni kuzatishda davom eting.
Ushbu video orqali marhuma aktrisaning xotirasiga hurmat bajo keltiring va uni kengroq auditoriyaga yetkazish uchun videoga o'z munosabatingizni bildiring. Biz esa sizga eng muhim va dolzarb yangiliklarni yetkazishda davom etamiz.